Assalomu alaykum. Amirjon kanalining ashaddiy muxlislari hamda YouTuber ishqibozlari. Aka-ukalar, bugun 5-may 2025-yil Andijon viloyati Asaka tumanidan 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomobilimiz sotiladi. Minilmasdan turibdi. Mana holati. Yili 2003-yil. Benzinda 6 dan 100 ga yeyapti, aka-ukalar. Dehqonchilik. O'zim minib yurgan mashinalarni. Qisqacha bir video qildim. Endi haligi qolganini telefon qilib, telefonda bilib olaverasizlar, aka-ukalar. Mashina minilga yo'q, anchadan berib. Mana salon holatlari. Uzoqdan ham ko'rsatay salonlarini. Mana aka-ukalar, salon holatlari. Yurgani 517.760 kilometr ekan. 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomobilimiz. Sidinalar Matiz sidinasi qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Maytxo'llar ishlaydi, hadovoylari yaxshi. Mashinani xudo xolasa chiqimi yo'q. Benzin quyasizlar. Ishlarga minaverasizlar. Tayyor holatda. Mana ichlari ham aka-ukalar. Jigarlar chiqib mashinani ichida o'ynashadi-da. Mashina ochiq turadi. Salonlari lekin xudo xolasa yaxshi mashinani. Mana orqadan ham ko'rsatib beray salonlarni. Mana salon holati, aka-ukalar. Videoda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Endi har bir inson mukammal emas, hammada kamchilik bo'ladi, aka-ukalar. Mana mashinamiz. Benzin holatda 100 ga 6 ta benzin yeyapti. Eng qiziq joyi, narxiga keladigan bo'lsak, $1700 qilib beraman. Bozorda narxini bilmayman, aka-ukalar. Bozor nech pul bo'lyapti? Balkim qimmatroqdir, balkim arzonroqdir. Men o'zimni sotadigan narximni aytdim. $1700 kelishamiz. Xohlasanglar bank qilib beraman, xohlasanglar naqqa. Mana mashina holati. $1700 ozgina kami ham bor. Telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishamiz. Sotib o'rniga boshqa mashina olmoqchiman. Minilmay turibdi, mana o'zi ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana holat. Mashina 1 oydan beri minilga yo'q. Ko'chaga chiqqan yo'q mashina. Telefon raqamim akalar 95 kodi bilan 015 70 27. 95 kodi bilan 015 70 27.